Aran kirdim. Rahmet. Rahmet. Nail'den kirdim o, Nail'den mi kirmeyemedi o? Ya, ben kirdim sizden burunlara. Naq meydanı qo'yyapmiz hozir. Shunga nim qilib qilsak, shundan qarabroq. Hozir qo'yib bo'ldinglarmi naq maydonni? Live live Jığın başlandı mı? Assalamu alaikum aziz güzel kızlar. bu ketdi bolam. Assalomu alaykum, hurmatli qarindoshlar, qimmatli vaqtinglarni ajratib, bugungi Dunyo Uyg'ur qurultayiningki ayollar suhbat programmasi qatnashganlar uchun hammanglarga rahmat aytaman. Ham qimmatli vaqtni ajratib, bugungi bu suhbat qatnashgan hadilarimiz, sabdoshlarimiz, singillarimiz va qizlarimizga rahmatimni aytaman. Ham to'r orqali ekran oldida bu suhbatimizga qatnashayotgan barliq Sharq Turkistonlik aziz qarindoshlarimga samimiy salomimni yo'llayman. Navbatda biz Uyg'urlar tarixdagi eng mudhish fojialik bir sharoit yashayapmiz. Fojialik taqdirimizni o'zgartirish bizningki zo'r badal to'lashni talab qildi. Ayol milliy mustaqilligimizda ayollarning roli intayin muhim. Buni biz navbatda jasurlik bilan guvohlik berayotgan xonim qizlarimizdan ko'ra olamiz. Şuna biz Dünya Uyghur Qurultayı Ayollar Komiteti sizlerdek dünyanın her qaysi joylarida siyasi, ijtimoiy, iqtisodiy ve diplomatiya sohalarida milliy mustaqilligimiz uchun tinmay kurash qilayotgan xonim qiz bilan bir yerga jam bo'lib, bundan keyin shu milliy mustaqilligimiz uchun sepimizni kuchaytirib, xonim qizlarimizni sepimizni qo'shib, tarix shu vatanimizda tirik turib dozoq azobini ko'rayotgan shu mazlum xalqimiz ve veşiler hurmatlanan hanım kızlarımızın erkinligi, hak hukukunu qo'lga keltirish uchun nimalarni qila olamiz va bundan keyin qiladigan xizmatlar ustida o'zaro fikr o'rtoqligi kelish uchun bu yerga to'plashib o'tiradi. Men suhbatimizni boshlashdan burun suhbatimizga qatnashgan aziz mehmonlarni tanishtirib o'tay. Qozog'istonda yashayotgan elektron olgan peshqadam yozuvchi jurnalist Naila Tursunadimiz. Qozog'istonda yashayotgan tilshunos olima Zeynep Abdullah hadimiz. İzchil turda o'zining go'zal mungluq ovozi bilan Uyg'urni dunyoga tanitib, kelayotgan Londonda yolg'iz kishilik namoyishlarni qilib da'vo qilgan. Hozir Dunyo Uyg'ur Qurultayining London ishxonasining direktori, diplomat Rayma Mahmud xonim. Aktiv siyosiy faoliyatchi Asiya Uyg'ur xonim. Kanada Sharq Turkiston jamiyati ayollar xizmati mas'ul va Uyg'ur hareket tashkilotining muavin raisi Turmusa Matsidi xonim. Ataqlıq şairimiz mərhum Tiyipcan Eliyevning qizi Avstraliya Adelaide shahrida aktiv siyosiy faoliyatchisi Yulduz Tiyipcan xonim. Dünya Uyg'ur Qurultayı ayollar komitetining muavin raisi Fidakor aktiv jangchi Mukarram Qurbon xonim. Vatanparvar ota-onasining nihoyat yaxshi tarbiyasi xalqaro diplomatiya siyosati universitetini bitirgan fransuz inglizchasi mükemmel Dünya Uyg'ur Qurultayining BDT ve Yevropa parlamenti qatorliq o'rinlarda xizmat qilayotgan yosh diplomat qizimiz Zumrat Ay qizimiz. Hoş geldinglar. Bugungi suhbatimizga milliy davoyimizga fidokor aktivlardan Roshan Abbas xonim va Zubayra Shamsudin xonim qatnashmoqchi. Bugun tuyuqsiz Uyg'urlarni tanishib faoliyati chiqib qolg'achqa hammalardan kechirim so'rab salomini yo'lladi. Biz ularning xizmatlariga utuq tilaymiz. Hammanglar hoş geldinglar. Hazır bu faoliyatimizga qatnashgan hurmatli Naila xonim. Siz Qozog'istonda erkin olgan peshqadam jurnalist ve yozuvchi. Muhacirat yashayotgan xalqimiz Qozog'istonni ikkinchi davlatimiz deb qaraydi. Chunki u yer Qozog'istonda Uyg'urlar bir qator ko'p o'tiraqlashgan. Sizlar erkin dunyo boshqa ellarga qaraganda Xitoyning iqtisodiy ta'siri bilan Qozog'istonda erkin siyosiy faoliyatlarni ilib boramisanlarmi? Lekin iqtisodiy, ijtimoiy jihatlarda Dunyo Uyg'ur Qurultayini izchil qo'llab, aktivlik bilan xizmat qilib kelyapsizlar. Hozirgi vatanimizning ahvoli sizlarga aydın. Hammamiz uning shohid bo'lib turyapmiz. Sizlar bu cheklik sharoitinglar ostida vatanimiz va shu da'vo uchun nimalarni qila olasizlar? Ham shu Qozog'iston, O'rta Osiyo davlatlarida sizlar ilib berayotgan shu davoni milliy mustaqilligimizni kengaytirishga yana qandaq bir
xizmatlarni olib bora olasizlar? Mush to'g'riliq o'zingizning bir ta'sirotini so'zlab bergan bo'lsangiz, marhamat. Rahmat so'z berganingizga. Assalomu alaykum. Dunyoning har qaysi joylaridagi Sharqi Turkistonlik Uyg'ur qarindoshlarim. Bahar kunlarining kirishi bilan 8 Mart ayollar bayrami bütün dünyada Nailələrinin texnik cəhətdən bir çataq çıqqan oxşaydı. Şuna hazır sözümüzni Reyme xanımğa versək. Reyme, siz Angliya dünyadaki nüfuslu kudretlerinden biri. Bu devletin dünya siyasetiniz oynayan rol intayı mühim. Siz muhacirete çıkkandan başlayıp hazırgıça milli müstakillik yolda arınmaytınımsız güreşlerini kıp ketvatsız. Hem hazır Dünya Uyghur Kutu'nun London işxanasında direktör olup işlep nurgun neticelerini yarattınız. Muş sahada kılgan hizmetlerinizni hem sizge okşaşmış edip garip ellerde terbiye köygen şu ayal hanım kızlarımızı koyduğun talepleriniz, çakırıqlarınız olsa hem kılgan hizmetlerinizin tecrübeleriniz bir hakkında sözlep ötken bolsanız rahmet. Rahmet. Assalamu alaykum. Barliq xanım qızlar dünyanın her qaysi joylaridagi Uyg'ur vatandaşlar hammalarning olmuş vaqti xayrlik bo'lsin. Menga so'z berganingizga ko'p rahmat. Albatta atlikka ayollar bayrami hammamiz amaliyotda asli bir xo'shal kun bo'lishi kerakdi, ammo biz Uyg'urlar uchun mundaq aytgan vaqtida hozir bir motam. Men o'zimninki xizmat jarayonimni so'zlab kelsam beklam uzun vaqt ketadi. Hozir unchalik vaqtmi yo'q meningcha. Endi mening deydiganim birinchi bo'lib bir insonda bir g'oya bo'lishi kerak deb o'ylayman. Bu g'oya amaliyotda mening shaxsan g'oyam, eng cho'ng g'oyam mening vatanimninki erkin yani mustaqil bo'lish va xalqimizning erkinlikka erishish. Endi bu g'oyani bir kun, 2 kunda, 1 yil, 2 yilda buni o'rniga keltirolmaymiz yani. Onun uchun mushu g'oyani amalga oshirish uchun qaysi yo'llarni bosimiz degan shundaq bir o'zim bir yo'l xaritini chizib, o'zimninki bilganim bo'yicha va mushu sohada bilimi bor insonlarni yenimga to'plab maxsus bu xizmatni qilganimga 2 yil bo'ldi. Uningdan burun hamda inson haqlari faoliyatchisi va London Uyg'ur ansamblening naqshchisi deb tanitdi meni. Hamda 2 yilning o'zi men rasmiy bu ishni ustimga olgandan keyin faqat Angliyadagi tajribamni so'zlay. Angliyada men o'zim burun o'qigan kasbim petroximiya injener. Engineer o'qish kasbda biz xarita bilan qilamiz hamma ishni. Xarita bo'lmasa ish qilolmaymiz. Shuning uchun men bunga ko'ngan bir ishni qilishim uchun cho'qim men qayerga borman. Bu yerdan ashak berish uchun qaysi yo'llarni manaman. Eng qisqa yo'lni menishim uchun qaysi yo'lni tanlashim kerak. Degandek shundaq avtomatik shuna o'zimninki nimamda kollamda bir narsani tuzib chiqmay ya bo'lmasa cho'qim yozaman. Men bu Angliyadagi shu ishni boshlagan vaqtimdami eng birinchi bo'lgan qilgan ishim biz hozir qayerda Angliyaning hukumati bizningki davarimizni qanchalik bildi, 1 yildan keyin qayerga olib borishim kerak, 2 yildan keyin qayerga olib borishim kerak. Endi bizning Angliyadan so'raydigan, hukumatdan so'raydigan qaysi talablarimiz bo'lishi kerak. Lekin bu talablar qaysi talablar bo'lsa bu Angliya qabul qila oladi.
qabul qilib bu harakatga o'tadi degandek bu nimani xaritini sizib chiqdim birinchi bo'lib. Menimcha bu bak muhim. Har qanday yerda bir ish qilib bo'pmi har bir davlatda bizning eng oxirgi xizmatimizningki natijasi shu hukumatningki harakatga kelishida va shu hukumatningki qarorlarining o'zgarishida. Bizning uchun Xitoyga qarshi Angliya hukumati qanday bir qarorlarni olish kerak degandek mushu asosliq shuni asos qildim. Buningda men 5 turga bo'ldim. Yangi boshlagan vaqtimda 20-30 ga yaqin millat vakillari Uyg'urlar uchun parlamentlarda ovoz qo'shgan va nayti yuqori ovozda Angliya hukumatini tanqid qilgan. Ama Angliyada 650 millet vekili var. 650'nin 20-30'u o yok degen neme. Şunun için şu köp sandaki milletvekillerini bu Uygur davasına avaz koş için qaysi yollarını besiş gerek degen şu nemini özem. En tez vakitte bunu kolga keltiriş için 10 kişini özemninki yenimga məsləhətçi qilib bekitdim. Bu məsləhətçilərin içində 5'i 3 partiyadan, qalğanları mətbuat məsləhətçisi, onundikin şu insan haqları ammağa ən tez anlatış üçün burun amnestiyada nemilərdə şu məxsusmuş kəsbini qılğan məsləhət işini qılğanlar. Onundikin oxşumağan dindiki kişilərini qandaq hərəkət kəldiriş. Bunun da Yahudi, Müslüman ve Hristiyan bularınki asaslıq şu Angliyada insanlar hürmet qılğan ve tonulğan kişiler. Şunun bilen bu işler naiti yaxşı menip, hem de hazır bunu jaryanını sözləp gəlsəm bək çıqıb bo'lib ketidi. Hazır şu yol xariti yaxşı sızılğan bo'lğaşqa, anondan plan naiti to'g'ri bo'lğaşqa, bizga şu ish qilib bergan bo'lsam, Uyg'urlarning ahvoli hozir naiti bak ig'ir bir ahvolda qolibdi. Biz nima ish qilib beralaymiz degan kishilarningki hammasini bir yerga akilib, ya'ni kampaniya guruhi Uyg'ur qirg'inchilikni to'xtatish degan kampaniya guruhini bunu qurib chiqdim. Ondan keyin hukumatning ichida 3 maslahatchi bütün bizningki davomizninki hukumatdan talab qildigan 5 tür talabimiz bor. Bunu biz yani bir eskertib qo'ydik. Nurg'un vaqtda biz da'vo qildikda faqatlam o'zimizningki şu ahvolimizni so'zlaymiz. Biz nimandaq o'ldirib ketibdi, biz nimandaq qiynayotdi, lekin konkret biz nima ish qilib beralaymiz deganga beradigan javobimiz aniq emas nurg'un vaqtlarda. Shuning uchun shu talabimiz aniq bo'lishi kerak. Her bir millet vakiliga biz 5 tür talabimizni qo'lga topshirdik. To'xtamasdan xat yozib, buningga qo'l qo'yamsiz deb axırda 300 dan ko'p kishi, hozir 400 ga yaqin millet vakili buningga qo'l qo'ydi. Shuning uchun vaqt bek az, bunu so'zlab kelaman desam 2-3 soat ders berishim kerak. Ama şu yana bir narsa bilmaganda so'rash. Özümüz men hemmini bilmen demeyip, çünkü biz doktor okup doktor olup gelsek mi, profesör olup gelsek mi, biz şu kesipte şu bilimge eriştik. Ama bu dava meselesi bu başka bir kesip. Onda boğan için bu davaga kıvatkan kesip ilgilerini izlep tepiş gerek ve aşularının meselesi bilen hükümetke, keng ammaga, matbuatlarga şu davanı anlatış. Yani bir meninkemde kolay boğa işim birisi men tercüman boğanlığım için BBC, CNN, nurg'un cho'ng matbuotlarninki muxbirlari bilan tanishma. Jillarningiz şu Uyg'ur hüccetlari bo'lsin, intervyular bo'lsin, xabarlari bo'lsin, nurg'un vaqtda şu men nurg'un şu tercüme işlerini qilganligim uchun tanishtirim ko'p. Shuning uchun matbuot anlatıştımı kolay oldu. Elbette şu yol bilen hem de özemli deme kırım yok
bu dava hakikaten 8 saat işleydiğin dava emas. Bu şu daqiqa vaqtda uxlagandan başqa vaqtda şu dava. Bizning eminimcha hammamiz shunda hozir qo'limizdagi telefon, birdam social media nima. Aşı fursatni qaytirib nim qilatmayli deb soatga qaramasdan buni to'xtamay shu shunaqa vaqtda onundan bu davaninki haqiqiy bir natijasi bo'ldiganga bir ilgirlash bo'ladi ekan. Ama mushunchalik so'zlab turay, agarda yana savollar bo'lsa, savollarga javob berish hozirman. Rahmat. Rahmat Rahima xanım. Milliy mustaqillik yo'lida ilib borgan jafoliq kechish kunduzgi ulab qilgan xizmatning natijasida Angliya hukumati Uyg'urlarning majburiy emgak qonuni ham Uyg'urlar qarta tadbir elish jihatlarda qonunlarni loyihab chiqishda sizning qilayotgan xizmatlaringiz laytı jihatlik xizmatlaringizga hamiz shohid bo'lyapmiz. Biz boshqa savollar bo'lsa, keyingi erkin fikrlashga vaqtimizda sizningki shu yosh diplomat yoki g'arb ellarda o'qiyotgan yosh xonim qizlarimizni sepimizga qo'yish uchun beradigan bir savollaringiz yoki chaqiriqlaringiz bo'lsa, erkin suhbat jarayonida so'zlashsak. Rahmat bergan doklatingizga. Endi assalomu alaykum. Zeynep ada, siz Qozog'istondagi ilgi tanilgan tilshunos va olim. Atini 8 mart xalqaro ayollar bayrami. Bu bayramni üçün dünya ellari bo'lib, Rossiya, O'rta Osiyo davlatlarida tantana bilan bayram qilsalar. 8 mart bayramining kelib chiqsa va 21 asrdagi Uyg'ur ayollarining hozirgi fojialik ahvolini birleştirgen asasda siz biraz bir to'xtalgan bo'lsangiz marhamat. Aleykümselam Amangül Hanım. Suhbat programımızga taklif qilganingizga cho'ng rahmat. Sizlarni şu suhbat programımızga kelgan barliq go'zal qizlarni, singillerimni chin ko'nglimdan kelayotgan 8 mart xalqaro bayrami bilan tabriklayman. Ras eti 8 Mart, bu doğruluq həmmimiz bilmiz. Endi biz bu bayramni Sabiq İttifaq zamanıdan, devirden ta bugünküçe dövlət miqyasida resmi dam ilish kuni bilan berilib, tantana nishonlik kelyapti. Qozog'iston davlatida yashayotgan barliq xonim qizlar, shu jumladan Uyg'ur xonim qizlarima bu şu bahar meyramini intizorlik bilan, taqozolik bilan kutamiz. Bu barliq meyramlarning ichida eng sevimli meyramimiz deb bilamiz. Desam men xatolashmayman deyman. Chunki ata barliq onalarning bolalari baharning guldastalari bilan, gul chechaklari bilan, lolalar bilan o'zlarining onlarini shundoq bir muhabbati bilan madhilab rahmatni etidi. Shundaqla erkaklar bo'lsa ayollarini, bolalarning onasini, yigitlar bo'lsa qiz do'stlarini va barliq xonim qizlar bir-birini bahar bayrami bilan tabriklab, shunda xush bo'lib, o'zimizni bir baxtlik his qilamiz ata. Endi bu har doim shundoq bo'lmagan. 8 Mart bayramining kelib chiqishini, tarixini endi qisqacha aytib o'tay. Hozir biz buningga xush bo'layotgan bilan dastlabda bu siyosiy tusga ega bo'lgan. 1857-yili 8 Mart kuni Amerikaning Nyu-York shahrida oyoq kiyim va to'qimachilik fabrikada ayol ishchilari norozilik o'zining namoyishini elib bo'lgan. U namoyishning nima noroziliksa 16 soat ig'ir emgak, undan keyin tuvan maash ilishi, erkaklar bilan teng huquqsizligi, bularni shu namoyishga o'zining kishilik, ya'ni ayol huquqini qo'g'dashga olib keladi. Bu hareket elbette Avrupa elleriga keng doirada tarilib ketadi. Germaniya, Avstriya, Daniya, Shveysariya ayollar buni qo'llab-quvvatlaydi.
1910 yılı Daniyanın paytaxtida Kopenhagen şehrinde sotsial demokratlarnınki konferensiya, dünya yüzlük konferensiyası buludu. Mana şu konferensiyada demokrat solçı, inqilabçı, sotsial demokrat inqilabçı Klara Setkina özünün teşebbüsü bilen yani 8 Mart gününü dünya xalqara ayollar günü buluşunu teklif kılıyordu. Bu teklif buldu. Endi 1911 yılı Germaniya, Daniya ellerde, Avrupa ellerde qo'llab-quvvatlashga erishdi. Endi 1913 yılı bolsa Rusiyaga Aleksandr Kalantay sotsial demokrat inqilobchi ep keldi. Endi 1912 yılı bolsa fevralda, yani hazırki vaqt bo'yicha 8 martga to'g'ri keldiki, Rusiyada Peterburg şehrinde keng ko'lamdagi iqtisodiy va siyosiy ayollarniki keng namoyishi ilinib berildi. Norozilik namoyishi. Yani şu vaqtida ayollar erkekler bilan teng huquq bo'lishini, shundaqla saylovga qatnashish va saylanish huquqini talab qilish, ish haqidagi erkeklar bilan teng bo'lishini talab qilib, bu namoyish 17 yılı Peterburg şehrideki ayollarning namoyishi inqilobga aylanib ketdi. Shuning bilan 1918 yılı Yaş Sovet hükümeti o'zi u Yaş Sovet hükümeti tarafdan ayollarniki mushu iltimosi, ya'ni ushunisi qo'llab-quvvatlab uni konstitutsiyaga kirgizdi. Shuning bilan 1921 yılı 8 Mart bayrami resmi Sovet ittifoqida atab o'taydi. 1965 yılı bulsa, onu bugünkü günde 8 Mart günü dam elish hükümet miqyosida tantana o'tkazib, shundaqla 8 Mart günü dam elish günü bo'lib hisoblanadi. Endi 1975 yılı bo'lgan bo'lsa, Birleşken Devletler İttifaqida, Birleşken Devletler Tashkilotida bu 8 Mart gününü dünya yüzlük ayollar bayrami deb bekitdi. Sovet ittifoqi berbat bo'lgandan keyinmi 8 Mart günü xalqaro ayollar kuni bo'lib hisoblanib kelyapti. Mana bugungi kunda Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, Turkmaniston, Moldaviya, Ozarbayjon, Gruziya, shundaqla Ukraina ellerida 8 Mart günü xalqaro ayollar kuni deb hisoblanadi. Endi O'zbekiston, Belarusiyada bo'lgan bo'lsa, 8 Mart onlar kuni deb ataladi. Endi chet ellarda, Mongoliyada, Xitoyda ya Afrikaning g'ayri nimalarida bu 8 Mart atab o'tadi ekan. Endi o'zimizga belgilik bizniki tarixiy vatanimiz Sharqiy Turkistonga keladigan bo'lsak, bizning bugungi kunda Uyg'ur ayollarining ahvoli mushkul. 21 asrda siz degandek misli ko'rilmagan zulm, zo'mliq, zo'rliqning ostida yashayotdi. Buni biz hammamiz yaxshi bilamiz. Chunki bu innovatlik axborot vositalaridan, CNN, BBC kanallaridan, shundaqla internetlardan, shundaqla bizning jangovar qahramon, bizning qarindoshlarimiz, singillarimiz, xonim qizlarimiz bugungi kunda shu lagerning shahidlari guvohnomalaridan biz yaxshi bilamiz. Albatta, shuni bilib, biz qanday turamiz? Sukut tura olmaymiz. U bizning birdan-bir borchimiz. Shunga mening deydig'im. Men o'zim shu dunyodagi murojaat qiladim, dunyodagi qo'g'dash tashkilotlarga. Onlarni qo'g'dash, ayollarning huquqini qo'g'dash, bolalarni qo'g'dash, mayli hayvonotlarni huquqini qo'g'dash degan
tashkilotlar bor-ku, mana shularga murojaat qilib, anlanglar. Mening tarixiy vatanimda, Sharqiy Turkistonda mening Uyg'ur qarindoshlarim, onalarimiz, bizning xonim qizlar, egichi singillarimiz bo'lsin, ochi singillarimiz, qizlarimiz nomusidan ayrilib, ipek nomusidan shunchalik qiynalib Muşularni qo'g'danglar, sizlarning qo'g'dishinglarga ular muhtoj. Hammamiz muşunaga yordam qilaylik deb chaqirgan bo'lgan edim. Shundaqla barliq dunyodagi erkin dunyoda yashayotgan barliq xonim qizlarni, mayli Uyg'ur xonim qizlari bo'lsin, sukutda turgan, mayli millatidan qat'iy nazar, dinidan qat'iy nazar, bugungi bizning vatanimiz Sharqiy Turkistondagi bo'layotgan zulm zo'mliq bu chidog'siz. Shunga barliq qizlar dast o'rnimizdan turib, mushu bizning qarindoshlarimizni, onalarimizni bir Allah bir o'zir bilan qolgan, shularning ovozi bo'laylik, shularga ega chiqaylik degim keldi Amangul. Rahmat diqqatinglar. Savollar bo'lsa yana so'zlay. Rahmat Zeynep ada. Bergen 8 martlık tushuncharingizga va barliq dunyo ayollarga qilgan chaqirig'ingizga men shuni hayajonli kutaman. Konumuz shunday yerim. Biz tarixda hiç yüz vermegen bir pajalik sharoit yashayapmiz. Bu milliy mustaqilligimizda ayollarımızın roli intayin güçlük. Men ishonman sizning chaqirig'ingizga cho'qim dunyo ayollari ovoz qo'shdi. Hepimiz kundan kunga ko'paydi. Tariximizni qaraydigan bo'lsak, bizning mustaqillik ko'rishimizda şu 1857 Amerika'da erkinlik için oturup çıkan şu ayollar çıkan vaqtlarda bizde mi erkinlik, müstakillik için erlerden ten bir yolda kural götürüp Kurban Beygen, Nuzugum, Rızvangıldek, yetti kızlarımızdek, hanım kızlarımız, ofislerimiz ötken. Mana bu kızlar hemimiz dünya tarihte biz tarih sayfalarımızda yazılıp kaldı. Mana bu şu bizniki şu vaqtlardaki ofisler hanım kızlarımız. Bunun şu hanım kızlarımızın evlatları olan bizler hazır dünyada tarixde yüz vermegen içiniz şarait yaşayapmiz. Şu hanım kızlarımızın itbat numusu ayak astı kılınatıdı. Şonlaşqa bütün dünyadaki Uygur ayalları bulup mu özümüz yaşayatkan şu devletlerdeki barlık hanım kızların uyg'utalgan vaqtimizda ahuzarımız dünyanı titirtidi deb qarayman. Rahmat Zeynep ada. Bergen bütün chaqiriqlarga hammamiz rahmat aytamiz. Gap savollar bo'lsa yana arliqdagi erkin suhbatda deyishayli. Rahmat yana bir qatim. Assalomu alaykum Asiya xonim. Siz Gollandiyadagi Uyg'ur Kishilik Huquq fondi va Ilhom To'xtu institutining Xitoy tadqiqot bilan shug'ullanib kelayotgan hammamiz tanishliq bo'lgan aktiv faoliyatchilarimizdan biri. Siz 24 betlik qizil başlık hüccet bilen 137 betlik Qarqash hüccetini dünyaya tuncu bulup dünyaya aşkarladınız. Bu hüccetning Xitoyning biz Uyg'urlarga ilib berayotgan zulmini xalqaro irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilishga eng dastlab muhim asoslarni soldi deb qaraymiz. Albatta buni oshkorlash qat'iy jasorat talab qildi. Bu kuchni siz qanday qildingiz? Bu haqida biroz so'zlab bergan bo'lsangiz marhamat. Oldu. Assalamu alaykum. Ekran oldidagi barliq hanım qizlar, barliq Uyg'ur qarindoshlar, mana yaxshimi? Bugun Dunyo Uyg'ur qurultiyi ayollar komiteti tarafidan Uyg'ur ayollarining ovozini oldish uchun o'rlashtirilgan bu suhbatga taklif qilinganidan xursandman. Rahmat sizlarga. Endi haqiqatan Uyg'urlar tarixdagi eng achinishli bir qismatga duchor bo'ldik. Bugun Uyg'ur qiz ayollar bu inson bir haqoratlik bir qismatdan boshdan kechiryapti. Biz irqiy qirg'inchilikqa uchrayotganimizni, ya'ni lagerlar masalasi 2016 yilning oxiri 2017 yillari o'tirib chiqqandan buyon izchil xalqaroga so'zlab keldik. Bu jarayonda nurg'un guvohchilarimiz Ömerbek Ali, Abdurahmon Hassan,
bu qarindoshlarımızdan boshlangan oilasidagilar uchun guvohlik berish, Qozog'istondagi qozoq qarindoshlarning guvohlik berishi, unaqa agishib, butkul dunyo miqyosida Uyg'urlarninki kendi-kendidan o'ziniki oilasi, tutilgan qarindoshlar, vataniy qarindoshlar to'g'risida guvohlik berishi bilan bu dunyoning diqqatini tortdi. Lagerlar masalasi asosida o'tirib chiqdi, lekin Xitoy izchil bu to'g'riliq tan olmay kelgan. Hatto undaq lager, undaq maktabga Uyg'urlar tutmadik degan. Lekin 24 parcha hukumat hujjati qo'limizga tushdi. Bu haqiqatan Xitoy hukumatiningki qizil boshliq hujjati ham shu Şinjan Uyg'ur Avtonom rayonida atalmış bu rayondagi yuqori darajadagi rahbarlarningki o'ziniki qo'l imzosi bo'lgan, tamg'isi bo'lgan, hukumat tamg'isi bo'lgan shunaqa bir hujjat. Endi bu hujjatda Uyg'urlarning qanday tutilganligi, qanday atalmış jinoyatlar bilan turmalarga, lagerlarga qamalganligi, nima uchun endi bunday keng ko'lamlik bir tutqun qilinish bo'lganligi, buning sababi degandek nurg'un masalalar bor. Eng asosiy masalalardan birisi bu keng ko'lamli tutqun qilishning asosiy Uyg'urlar qartilganligi. Bu darvaqa shu qarqash hujjatlari ham qarqash tizimligi. Bu ikki maxfiy hujjatda nihoyatda aniq turib qo'yilgan. Uyg'urlarniki bir qancha turkumlarga bo'linganligi, xuddi Yahudlar qirg'inchiligidek. Yahudlar qirg'inchiligimi Yahudlarni turlarga bo'lgan bular. Turlarga bo'lib, undan lager o'xshamagan lagerlar qolmagan. Bizning bu qarqash hujjatlarda bu dal shunga doir o'xshaydigan bir qism uchurlar bor. Bu uchurlarni dunyoga oshkorlashda men albatta o'zimni oshkora qilman, bu hujjatni oshkor qildim deyman deb chiqmagan. Bu hujjatni xalqaro medialarga, ya'ni Andrian Zensga ta'minlagan vaqtimda men xalqaro mediaga chiqishimni faqat o'ylamagandim. Ta'minlab bo'lgandan keyin bu yerda Xitoy soqchilari meniki kompyuterimga hacker hujumi qildi. Andan keyin oilamda meniki saboq yo'ldoshim balarimning dadasini Dubayga aldab apirish bu voqea yuz berdi. Onun tehditlerini, onun bir USB diskisini berip, onu benim kompüterimga silip, benim kompüterimde uçurlarını o'g'irlamoqchi bo'ldi. Ama her türlü internet ve başka vasıtalar orqali tehdit silishlar bo'ldi. Bunun bilan bu voqea endi xalqaro mediaga chiqib qoldi. Endi bu chiqmagan vaqtida bu bizning beshimiz kelgan qismatlar bilan bu hujjatniki haqiqatan vataniy kelgani Xitoyning bu hujjatni qanchalik muhim bildiganligini isbotlagan bo'ladi. Shunga bu yerda meniki o'tirib chiqishim zarur bo'lib qoldi. Bunun bilan dunyoda ham bu hujjatning oshkorlanuvchisi sifatida cho'nroq xatarni ustimga ilib o'tirga chiqishga majbur bo'lib qoldim. Lekin men bundan pushaymonim yo'q, chunki bu hujjat sababli biz xalqaroga Uyg'urlarniki haqiqatan ig'ir qismatga, ya'ni irqiy qirg'inchilik uchraganligini isbotlashda ham Xitoyning o'z og'zi bilan ish bo'lmagan tarbiyalash lageri ochdik deb tenivasimi, tarbiyalash lageri ochdik, haqiqatan zo'r turkumdagi Uyg'urlarni tutqun qildik deganini e'tirof qildi. Shuning bilan bu e'tirof qilishlar yuz berdi. Hozir xalqarodami bir qism davlatlar, hatto bizning Gollandiyani o'z ichiga olgan davlatlar bu irqiy qirg'inchilikni e'tirof qilyotdi. Bunun albatta guvohchilarimizninki, shohidlarimizning nihoyatda cho'ng to'kpisi bor. Bu hukumat hujjatini haqiqatan bizga shu jinini olqinga olib qo'yib vatandan shu hujjatni chiqarib bergan shu Uyg'ur qarindishimizning nihoyatda zo'r to'kpisi bor. Shuning bizniki bundaq bir xatarni ustimizga ilib, biz vatan sirti erkin dunyoda yashayapmiz. O'tirg'i chiqib bundaq bir narsa qilyapti deyishimiz ham menimcha bizniki majburiyatimiz. Bunga qaysarlik, jasorat ketadi deb qaramayman, faqat Uyg'urga bo'lgan bir sevgi, muhabbat ketadi. Rahmat. Rahmat Asiya hanım, sizinki bu bergen dokladlarınızga yakın davrımı vatan iç ve sırtındaki Uyghur hanım kızımız erkinlik milli davayımız için bir türküm pedagog hanımlar meydana geldi. Mana siz şu pedagog hanımlarının birisi olup. Birisi muhacirçiliğin bir türküm hanım kızlarımızın evet özünün ictimai, siyasi ve diplomatiya sayesinde mi küreşler bilen Uyghur hanım kızlarının erkinliği için küreş kılmakta. Hem de hemimiz şu dava muhaciratki barlıq hanım kızlar sizge o'xshash mutaq pedagog hanımımızga rahmetimizni aytamiz. Rahmet sizge. Hozir endi assalomu alaykum Yulduz hanım.
Siz Avustralya'nınki Adelaide şehrinde yaşaysınız. Siz yaşayotgan şehirde Uygurlar bir kadar köp toplashib o'tirgan shaharlarning biri. Sizlar muhacirat Uygurlarning ichida eng dastlab shu Uyg'ur maktablarini qurib, farzandlarimizni o'zimizning kimligi bilan tarbiyalashda muhaciratga barliq Uyg'urlarga ulgu bo'lib kelyapsizlar. Balalarimizni kimligimizni saqlab qolishda oldidan tilimizni saqlab qolish eng muhim. Siz shu sohada nurg'un 22 yil yoqi fidokorlik qilyapsiz. Mush haqdagi tajribalarni so'zlab baqsangiz, ham dunyoning har qaysi joylaridagi Uyg'urlar yashayotgan davlatlarda shu xil maktablarni ochish ham shu o'tirib saqlanayotgan masalalarni qanday hal qilib bo'ldi degan masala ustida o'zingizning tajribalaringizni va ko'z qarashlaringizni bizga o'rtoqlashgan bo'lsangiz marhamat. Rahmat Amangül. Meni bu ahamiyatli suhbatga chaqirganingizni ko'p mamnun bo'ldim. Boya deb o'tgandek 8 mart ayollar bayrami deb o'tiribdik. Shu munosabat bilan shu da'vo sepidagi fidokor, to'hfakor xonim qizlarga, haqqaysinglardek suyimli hadisinglarga salomlarimni yo'llayman. Adelaide, Avustraliyaning Adelaide shahrida yashayman men. O'zimning bu siz so'ragan temaga yetkazsam, Adelaide bir o'zi kichik, mikro issiq bir shahar. Adelaide'ga kelganlar balkim o'zini vatanga qisqasi g'uljiga kelib qolgandek bir hissiyotlarda his qildi. Demasam bu yerda jamoatimiz zichroq o'tiraqlashgan, urf-odatimiz, tilimiz, dinimiz va o'zimizniki kimligimiz yaxshi saqlanib qolgan bir shahar. Bu yerdagi an'analarimizning yaxshi saqlanishidami, cho'nglarimizdan ulgu ilish, cho'nglarimizning yoshlarga an'analarni o'rgatib qoldirishdan ayirib qarashga bo'lmaydi. Uyg'ur tilimizmi hamda shuning ichida dunyodagi ana til maktablarining ichida bizning Adelaide'dagi maktabning tarixi hammadan uzunligi deb o'ylayman. Ayni vaqtida shu Ahmad Egambadi qadam inqilobchimiz Ahmad Egambadi tarafidan qurilib, mana shu vaqtlardagi fidokor ustozlar shu ma'rifat beg'iga ko'chatlar hozir bir songa aylanib dunyoda xil ko'z ko'rinib qolgan xil natijalarni qo'lga keltirgan maktab aylandi. Bo'libmi 2017dan boshlab vatanda bizning Uyg'ur tilimizga, dinimizga, madaniyatimizga kelayotgan xiris lagerlarning ichilishi, buning ig'irlashib hozir jinoyat darajasiga borgan, irqiy qirg'inchilik darajasiga borgan zo'rliq zo'mbuliqlar dunyoning hamma joylaridagi xalqimizni qaytadan bir o'yg'atdi, bir cho'chitdi deb o'ylayman. Shu tarafiga bizning Adelaide'dami o'zimizningki tili, dini, madaniyatiga bo'lgan mas'uliyat ko'z qarashi shunday yuqori to'lqinga chiqdi. Ana tilni qo'g'dash qizg'inligi burunqidan necha yuqori bo'lib ketdi. Bu jihatda hamda oilaning, xizmatning har xil mas'uliyatlarning hudisidan chiqayotgan onalarning yuki haqiqatan ig'irlab bordi. Ona tilini o'rgatishda har bir ona hozir bir o'z bolasining o'qituvchisi desakmi bo'ladi. Uyg'ur maktablari bilan, ona til maktablari bilan bo'lgan hamkorlikmi burunqidan shunday tez suratda eshibyotdi, ham natijalarmi ko'z ko'rinyotdi. Onun ustiga bu Uyg'ur maktab bo'lsin, oiladagi Uyg'urlik muhit, mushtiyat ilib berilayotgan tarbiyalar bolalarimizga bu Uyg'urcha o'rganish faqat savod chiqarish, faqat yezib o'qishni bilish emas, vatan sevgisi, millat sevgisi, shu vatanga mas'ul bo'ladigan bir tuyg'u, shu hissiyotni shakllantiryotdi. Ham bir turkum bolalarimiz o'zininki Uyg'urligidan, o'zining tarixidan faxrlanadigan shunday hissiyotda bo'lyotdi. Ham da'vo sepimizda ham avangardlar sepiga qo'shilyotdi.
Bu bir kişini söyündürdiğen bir ahval. Bu cihetten bir hanım kızlarımızınki hemen üstüdülen toxtalay asas cihetten başka temaga ötkelmeymiz. Bu cemaatimiz içindeki mesela uyuşturup atkan her xil faaliyetleri bolsun, ipatkan teşvikatlar bolsun, vatan millet hakkı, tıl hakkıda. Meyli hazırkı bu atkan şu vatanimizdeki halkımızın bir şık atkan külfetlerin alış ciheti bolsun, ilip beri atkan faaliyetlerinin neticesi körnerlik bu atıdı. Hükümet orulları bilen bu atkan yazmış söhbet bolamdı, görüşmüş söhbetler bolamdı. Bu cihetlerdeki neticelerimiz mu hem köp. Her xil faaliyetlerdeki işte ayarlarımızdaki Uygur medeniyetini tanıştırış, kimligimizni tanıştırış, arkalık mesela hazırkı bu atkan vaziyetlerge bağlap durup bir şanlık tarihi var milletninki yokuluş azaplarını ağlatışı Avustraliya cemaatininki hakikaten dikkatini çekip atıdı hem kollaştағы iki bu atımız. Hem de hazırki nöbetteki en mühim mesele kelse hanım kızlarımızınki elip berip atkan hizmetleri Avustraliya hükümetinin ama Xitay hükümetinin Uygurlar üstünden elip berip atkan cinayetlerini irqi kırgınçılık dep karar beriş hakkındaki şu motion'ınki parlamentga koyuluşunun tayarlık hizmetlerini ciddi işlep atıdı. Xudayım bilsa bu avaz koyuluş muş ayının 15. günü Canberra'da parlamentda avaz koyulmakçı. Men hem de muşu münasebet bilen deydiğinim muşu vatanның bişiği kevatkan bir iğir külfetler halkımızın hakikaten oygutup dava sepida ayallarımız şundaqçık köpeyip ketdi. Bir-birden talantlı, tökpikar ayallarımız kişini hakikaten söyündürdü. Bu münasebetler men şu fidakar hanımlarga bolgan hörmetimni hem ularning hizmetlerine bolgan kollaştırımni bildirimen hem ulanımı hemmimizninki kollaşımızny, ularga mehri berişimizni, bir-birimizni etiraf kılıp bu sepde birli meňişni çakır kılıp sözümni ayaklaştıray. Rahmet. Rahmet Yıldız Hanım begen barlık dokladlarınızga. Hemmimiz şahit bolatmız Avustralya Adliya şäherininki sizler ep berip atkan ijtimai siyasi faaliýetleriniňe hemmimiz şahit bolatmız. Bizlerniň ana til mektebi tarıhdaki muş muhaciretdeki Uygurlarning içinde en aldın burun başlangan boğaçka hem uyadaki Uygur cemaatinin kollap katılışına sizler eperat kapaliyetler şunca ünümlük boğatıdı. Mansız doklat beğenizdek sizler nurgun yaxşı işlerini kötüp sizler. Allah bu baskan kadarlarına kalbilik kıpagay, neticelik kıpagay. Rahmet sizge. Hem bizninki normalda Kanada'da yaşayan Tunisa Hanım bir söhbetimiz katlaşmakçıydı. Tunisa Hanım'ınki başka bir temada sözlemek Tunisa Hanım Kanada'daki aktif siyasi faaliyetçimizdi. Bugün işlep kağaçka hazır işten gelip ülgüremeye kaptı. Tunisa Hanım 2018 yılı 12 ayının ahırda Kanada'nın Toronto şehri ötküzülgen halkaralık İslam royunu canlandırış yığında hem 2019 yılı 3. ayda Amerika'da ötküzülgen İslamның Janubiy Amerikadagi yönelişi qatarlıq iki çoğ yığın qatnaşıp, Xitayning Uygurlarga yürütülüp atkan hazırkı irqi qırgınçılık tanıştırıp, şu yığın qatnaşqıçılarını təsirlendirgen ve köz yaşlarını qilişiga sebep bolğandy. Hem hazır yine yakında British Columbia'da kurulgan bütün Kanada'daki köp xil dindikiler birligi teşkilatı içinde aktif faaliyetlerini başlap, bu jihatdagi faaliyetlerini hazır canlıq elip berip atkan aktif hanım kızlarımızның birisi. O Tursa Hanım muş doğruda öz atbagan hem es qaqanlıqlarını bütün dünyadaki maceratki hanım kızlarımızga tanıştırmakçı bolgan. Afsus bugün işlep qaqaşqa faaliyetimiz qatnaşamay qaldı. Hemmelerden özür sordu. Hemmelerning kelip atkan bayramga mübarekledi. Endi sözünü biz Kanada'daki aktif faaliyetçimiz Dünya Uygur Qurultayınınki Qurultay Ayallar Komitetining müdiri Harmas aktif faaliyetçimiz soğuk demey, yalğız kişi namayişlerini, kızlarını seferber kıtırıp,
qo'ldan kelishçe mustaqillik yolumuzda tınmay küreş kıvatkan Mukarrem hanımga bereyli. Qani merhamet, özünüzün muşu haqdaki tecrübelerinizni hem dünya ayallarına kıldığan bir teşebbüslerinizni bir anlatmaqsaq. Merhamet. Avazınız Rahmet Erman'a salam aleyküm. Bana hürmetlik Amagül Hanım bu sözleş fırsatını berginiz için köp rahmet. Ben avalmışı ekran arkalık lager şahitlerimizga, Tursun Ziyadın Katarlık barlık lager şahitlerine boğan rahmetimni, hürmetimni, salamlarımı yollaş bilen. Hem de Türkiye'deki aşı ailemdeki nerede diyen hareketini hızlı davamlaştırıp kelevatkan aşı kerindaşlarımızı boğan rahmetim ve salamlarımı yollaş bilen başlasam. Sizlerge salamlar olsun. Bu hazır muşu bir 21. asırda, muşunda bir vaqtda Xitay tajavuzçılarının bizge kılıvatkan bu insan kılıp çıkan zulümü, arnumusu bizden jürükümüzden laht kılıvatıdı. Özümüz tıpırlap, nimi kılışımızı bilenmey oturuvatımız. Bu zulümga toxtu deydiğen vaqtımızdan yetip içip gitvatkanımızın his kılıvatımız. Biz muşu canıcan vatanımız Şarkı Türkistan'ın müstakilligini qaytırıp kelish üçün bu dava yoluga hemmimiz beraber atlandık. Bu bir müşkül uzun bir yol. Bu yolda bu mukaddes davayımızı davamlaştırış üçün, qat'iy davamlaştırış biz hanım kızlarımızın mecburiyeti, başta atıp bulmaydigan bir mecburiyetimiz. Çünkü biz ana, çünkü biz kelgusideki analar, çünkü biz Nuzugul'un, Tumurus'un, Rizvangul'un evlatları. Kökmaykılık aş kızımız 7. iyuldaki. Hastaylık tayınıp Xitay tanklarını aldı da cesurana tik tuğan aşı hemşirimiz bizim hadi sınırlarımız. Yani biz ayalla bir kulumuzu büşkün tevirtimiz, bir kulumuzda dünyanı tevirtimiz desek tevirteleyimiz. Titirteleyimiz. Çünkü biz bunu hem 3 yıldan aldıdaki nakmışı Mart ayında bütün dünyaya emeli hareketimizden tonlattık. Bunun hemimiz katlaştık, şahit olduk. Hem de biz dava kılmavatımdı, kılıvatımız elbette. Ama şunda akıl karsa bu davayımızda bir yeterlik ünün bulmağanlıqını mı his görüvatımız. Ben andı muş noktada oylaganda üzerine besip ötken kılan işlerim bilen birleştirip söylesem, menin oylığının bütün muş muhaciretteki hanım kızlarımız hemmini başka kayırıp koyup dava üçün bir maksat, bir niyette bir yer toplansak. Özümüzden oylagan planlarımızı, teklif fikirlerimizi oturup koysak, birbirimiz hürmet kılan asasda muzakere kılsak, məsləhətləsək çoxum faydalı ünümü boğan nurgun hareket, çoğun hareket faaliyetlerini vücudka çıkara alayımız dep oylayman. Hem de biz hanım kıza başlayışımız gerekken, hem de bunu biz her kaysi devletlerde, her kaysi şehirlerde hanım kızlarımızın her xil grupları var. Bir şehirde bir neçe toplarımız var. Tamak itidigan top deyimiz, ana til topu deyimiz degende. Muşu toptaki hanım kızlarımız bir yerge kelip ortak bir yerden, bir yakıdan baş, bir yandan kol çıkarıp birlikte dava kılsak, avazımızı birlikte çıkarsak, bunun ünümü layıklı güçlük hem uzun buludu. Dep oylayman. Hem de kıldığan işlerine ait hanım kıza hemmeler özünün tecrübelerini dediler. Ben bu cereyanda aval kıldığan mühim işlerde qarğınımdan birisi, muşu hazır her kaysi devletlerde faaliyet kılıvatımız şu devletlerin Xitaylar bilan boğan ticareti bolsa ularni to'xtatishni talab qilsa hamda agar ularni shu savdo tijoratda kelishimga imzo qo'yadigan ishi bo'lsa Xitoylarning Uyg'urlarga yurgizayotgan majburiy emgak tuzumini bekor qilishni shart qilib shu tijorat kelishimlarini qo'l qo'yishini amalga oshirishini shu yergi davlatlarga hukumatlarga bizni anglatsa.
Andikin bulapmış hazır irqiy qirg'inchilik bo'layotdi deb e'lon qilgan davlatlardagi MP'larimizga, ya'ni parlament a'zolariga xat yozgan vaqtda sen irqiy qirg'inchilik deb e'lon qilding, endi biz uchun nima amaliy ishlarni qilib bersa yoki mama amaliy ishlarni qilib ber deydigan mushundaq talablarimizni qo'ysak, ondan keyin yana birga mush da'vo qilish jarayonida biz bolalarimizni birga yetaklab mangsak, shu bolalarimizni o'zimiz da'vo uchun qilayotgan gap so'zlarimizga, suhbatlarimizga daxil qilsak, aniki ularni shu da'volarimizga olib kirsak, hatto maktabdami ruxsat ilib ularni shu namoyishlarimizga qatnashtirsak, ularga da'voyimizni ichidan tushunadigan bir holatda tushuntirib yetaklasak. Çünkü bizning kelgusida o vatanparvar, haqiqiy bir vatanparvar, vatanso'yar farzandlarga, avlodlarga ehtiyojimiz bor. Andikin bu bizning bu aqlli bolalarimiz mushunda bizning suhbatlarimizga daxil bo'lsa, ya'ni nurg'un yangi bir da'vo qilish yo'llarini bizga ijod qilib beradi deb o'ylayman. Ondan keyin yana shu yerlik millatlarga da'voyimizni to'g'ri holda izchil anglatsak. Ularga bo'libmi yana bir muhim nuqta deb qaraganim, Xitoylarni ularga to'g'ri bir anglatsak, chunki Xitoylarni razilligini bular hozir bilmaydi, biz buni zerikmay terikmay Xitoylarni razilligini ularga anlatib, ularni bir to'g'ri tushunishini hosil qilsak. Yani bu anlatış jarayonida ularning yerlik xalq millatlarning bizning og'zimiz bo'lib, şu davayı to'g'ri anglagandan keyin o'zining atrofdagi do'stlariga, tashkilotlarga, hatto davlatlarga bizning og'zimiz bo'lib yetkazsa, u texmi bir kuchli ta'sir qo'zg'aydi ekan. Shu vaqt munosabati men jiq so'zlab ketdimmi qandaq, oxirida jannat onalarning oyoqini ostida deydi. Shu go'zal makondan o'rin olish uchun biz vatan uchun nima qildik? Vatanimizga shu zulmni to'xtatish sepiga qatnashsak, hamda ar-nomusimizni yuyish uchun o'rnimizdan dast tursak deb so'zimni oxirlashtirmayman. Alloh rahmat. Rahmat Mukarram xonim. Sizning qilayotgan barliq fidokorligingizga hammamiz shohid bo'lyapmiz. İnşallah sizning barliq arzu armonlaringiz chaqirig'ingizga butun ayollarimiz, jumladan bizning yosh ayol xonim qizlarimiz hepimiz qo'shilib, da'vo hepimiz ya'ni kuchlantirgisi. Rahmat sizning bu chaqiriqlaringizga. Endi assalomu alaykum Zumrat singlim. Siz Dunyo Uyg'ur Qur'onininki proyektlarga mas'ul bo'lib, Birleşken Devletler Teşkilatı, Avrupa Parlamenti, Germaniya hökuməti və şununğa oxşaş Avrupa İttifaqı bilan bo'lgan diplomatik siyasi xizmatlarda nəhayət aktiv xizmatlarni qilib kelyapsınız. Biz onun hammamiz şahid. Siz yosh qizlarimizning jumladan Uyg'ur xonim qizlarining faxri bo'lishga loyiq. Chunki siz ota-onangizdan ayrilib, yiroq boshqa bir qit'adan o'zingizning o'rgangan bilimlaringizni Uyg'urim uchun ishlataman deb Germaniyaga kelib kecha kunduz ishlayapsiz. Benim deydiğim, özünüz bir yaş diplomat bulup salayetiniz bilen teng qurdaşlarınızga, yani sizge o'xshash g'arib ellarda bilmelayotgan xalqaro siyaset, diplomatiyada o'qiyotgan yosh qurdoshlarımızga o'zingizning tajribalarini hem milliy davoyimizdagi kimligimizni saqlab qolishda, yosh milliy mustaqillik davoyimizning yosh avlodlarga bo'lgan ehtiyojini kunga eshib berayotganligi to'g'risidagi bir tajribalaringizni so'zlab bersangiz, balkim sizning bu xizmatlaringizni, sizning fidokorliklaringizni anlagandan keyin yosh qizlarimiz, yoshlarimiz bizning bu da'vosimizga qo'shilib, da'voimizni yana kuchlantirib qolsa ajab emas deb qarayman. Marhamat. Assalomu alaykum. Rahmat amanglarda. Bishida amanglarga salom, hurmatli xonimlar edilar. Әтлікке әмді Uyghur ayollarının, şu dünyadaki Uyghur ayollarının ayollar bayramını təbrikləyəm bir gün burun bolsunmu. Bu sualınız gəlgəndə rəhmət Beklam nim qıvvətdiniz, çöndürüb bədiniz. Menimcə, mən bunu başlıqlı xeyli mən bir yarım yıl oldu bunu xizmətini qılıyatqılı. Bir yarım yılın içində nəhayət köp nərsələrini özüm öyrəndim. Məyli məktəbdə mən
üniversitede okugan bolsammı, bu şu mesela xalqara münasibət, qanun deganlarni okugan bolsammı, əməli şu mesela rasmi xizmətni qilishda xeyli yana farq cho'ng bo'ldi ekan. Chunki bir narsani o'rganish bilan anadagi rasmiy konkret ish qilish o'xshamaydi ekan. Shunga bu 1,5 yilning ichida jarayonda xeyli jiq narsalarni o'zim oldimga kelgan nimalardan o'rgandim. Ya bo'lmasa shu atrofimdagi odamlarning qandoq shu ishni qandoq qilayotganiga, davoni qandoq mang'izayotganiga qarab, men shu narsadan xeyli ko'p narsani o'rgandim shulardan. Şuna bu narsani hergiz o'zim yolg'iz qilyapman deb o'ylamayman. Buni har kuni atrofimdagi odamlardan o'rganyapman deb his qilaman. Şu hamda masalan abay dedingiz BDT'ning ishlarini beshida kelgan chog'da albatta ba'zan narsalarni meni oldimdagi odamlar qilgan ishni ular qanday qilganini bir o'zim ko'rib chiqqan. Andan keyin naq maydondami ular menga azroq bo'lsa-mu o'rgatib qilgan. Keyin andan keyin o'zim yolg'iz ba'zi ishlarda nima qilishimni faqat bilmagan chog'larimda shu boshqa mendimi ko'p yillarning ya bo'lmasa ko'p vaqtning qilayotganlardan so'rab abay Rayimadam shunday yaxshi dedi, savol so'rashdan tortinmaslik. Chunki bu davoni biz 2017'de tasadduqla hammamiz da'vochi bo'lib qoldik. Xohlasaqmi, xohlamasaqmi. Shunga bir umr qilgan narsa emas. Hammamiz bu da'voni qanday qilishni o'qigan emas. Hammamiz professional jihat qilolmaymiz. Shunga savol so'rashdan faqat tortinmaslik. Men buni 1,5 yilning oldida xili o'rgandim. Chunki bir narsani bilmay turib savol so'rashni tortinib, bir narsani men o'zim qila olmayman bo'ldi, haqni daxli qilmay bo'lmasa bunda men ishni bilmaydigan deb qolishim deb qilgandan savolni so'rab tortinmay qilgan yaxshi. Chunki ishni yaxshi qila olamiz, andan keyin professional bir jihatda qilg'ili bo'ldi ishni. Shunga meningcha men doim Rayimadan bulamdı, boshqalardan so'rayman, atrofimdagilardan, "Ma ishni manda qilg'ili bulamdı, yo bo'lmasa qanday qildi" deb. Meningcha eng yaxshi usul shu bo'ldi. Chunki masalan chet elliklardan men behchiq narsa o'rgandim. Chet elliklar bunda ishni xili bo'ldi, qilayotgili, boshqa da'volar bo'lsin, yo bo'lmasa boshqa da'volar, masalan Tibetliklardan men 20 yillar yo'g'i yoshlar bilan ishlab turib xili jiq narsalarni o'rgandim. Chunki ularning da'vosi bizniki o'xshab qoldi. Shunga mayli yoshlar bo'lsin, cho'nglar bo'lsin, menden yosh bo'lsa-mu so'rayman, menden jiqroq bilimi bo'lsa, shu meningcha eng muhim deb o'ylayman. Hergiz menmi 1,5 yilning yo'g'i qilayotgan ishimni qilyapman, lekin shu yordam bilan qilyapman. Bu qilayotgan ishimning nimada men o'zim emas, faqat butun yonimdagi odamlarning yordami bilan, qo'llashi bilan qilayotgan ish. Shunga meningcha shu deyishim shu Rayimadan degandek tortinmay nima qilish, chunki men nimani bilmay deb qilgan nimada shaklda hech qanday ish tutmaydi. Shunga men eng yaxshi ko'radigan yerim shu kunda bir muncha narsa o'rganaman. Kundan kunga bir kunda o'qinaman, andan keyin nima uxlag'acha men bir muncha narsani o'rganaman. Shu har kuni menga bir xil yangi bilim ilish bir boylik deb o'ylayman. Shunga hargizmi bir narsani qilishdan burun men buni bilaman, bunday qilish kerak deb qilmaslik kerak. Shunga masalan yoshlar bo'lsin, boshqalar bo'lsin, hammasi shu kim bilimni yaxshiroq bilsa, yo bo'lmasa shu xizmatni qilayotgan, necha vaqtni qilayotgan bo'lsa, shulardan tortinmay so'rab qanday qilishni. Chunki mening yosh do'stlarim jiq, andan keyin u do'stlarimmi bir narsani qilg'isi bor, lekin nerdan boshlashni bilmaydi. Shunga ba'zida yetaklab mansimi bo'ldi meningcha. Andan keyin paranglab orqaliqmi bu davorimizni sepimizga qo'shib nima qilib bo'ldi. Andan keyin yana bir narsa, bu davoda hammamiz siyosiy jihatdan menib davoni qilish meningcha
lazım emas deb o'ylayman. Chunki bu davoni necha xil usullarda qilib bo'ldi, epag'il bo'ldi. Masalan, mening bekchiq do'stlarim bor. Bu davoni madaniy o'zimizning Uyg'ur madaniyatimizni saqlab qolish uchun qilayotgan tashabbuslarni qilib menyotidi. Umu bir muhim davorimizga deb o'ylayman. Chunki hammamiz sahnaga chiqib olib, shu siyosiy sahnaga chiqib olsak, hamma ishni qilib bo'lmaydi. Shunga boshqa taraflardanmi davoni elib menishimiz kerak deb o'ylayman. Rahmat. Rahmat Zumret Sonim, o'zingizning tajribani so'zlab berdingiz. Endi dastlabda shu Zeynep adimiz bir o'tirib qo'ygan bir masala bor. Ham shu hozirgi shu Uyg'ur xonim qizlarimiz beshib qotgan kulfatli fojiani shu xalqaro ayollarni qo'g'dash tashkilotlariga bir murojaatnoma yoki yordam talab qilsak degan. Siz qancha bir hafta bo'ldi kecha kunduz aldirashlig'ingizda shu murojaatnomani tayyorlab, hozirlab e'lon qilishda bek kuch chiqardingiz. Buni Zeynep adamlar balkim ko'may qoldi bugun shuni e'lon qildi. Zumrat ay qizimiz o'zi bir qo'lliq tayyorladi. Albatta ayadam nishotgan boshqa xonim qizlarning asosidan ayirib qarg'il bo'lmaydi. Dunyodagi har qaysi ayollar tashkilotlariga va ayol rahbarlik qilayotgan davlatlarga bir uchiqat bayonotnoma e'lon qildi bugun. Alloh xolisa balkim 8 mart 8 mart kunigacha balkim barliq muxbirlar, jurnalistlar bu haqda sizni bo'libmi qurultayning ichidagi xizmat qilayotgan Zumrat ay qizimizdek xizmatchi xodimlarimizning balkim bu ahvollarni egallaydi. Zumrat ayning bu da'voda qilayotgan xizmatlarini endi biz bu yerda oddiy tilimiz bilan so'zlab tugatamaymiz, chunki ota-onasidan ayrilib, o'zi yolg'iz shu Germaniyada endi xizmat qilyotidi. Bu yosh qizlarimizning yoshlarimizga bir ulgu bo'layotgan bir ulguli qizimiz deb qarayman. Rahmat qizim sizga. Sizlar endi hozirgi Uyg'urlarning beshiga kelayotgan zulmlarni endi dunyoga anglatish uchun qimmatli vaqtinglarni ajratib bu suhbat qatnashib o'tiryapsizlar. Hammanglarga rahmat. Agar erkin savol so'raydigan savolinglar bo'lsa, bir bilinmagan yeringlarni savolinglarni so'raydiganlar bo'lsa, bir so'rsanglar, marhamat. Xonimlar üzülüp ketdi, shundan keyin kiremedim boshqa. Amsa Nailada hoş geldiniz yana bir qatim. To'g'ri tushunimiz o'zilib ketgan bo'lsa, shundaq bo'lsinmi, endi oxirda bo'lsin bir azroq bo'lsin o'zingizning bir qimmatli ko'z qarashingizni o'rtoqlashgan bo'lsangiz. Bo'ladi, kechirim so'rayman. Mushundaq botir onalari bor. Tarixdan hozirmi shundaq faoliyatchan ayollari bor, xonim botir qizlari bor. Xalq hech qachon yengilmaydi. Bizga 8 martlarni o'tkazish, tabriklash yaqin orada nasib bo'ldi deb tushunamiz. Amin. Rahmat. Rahmat Nayladam shu vatanimizdagi dangliq shaxslarimizdan Chimangil Avod, Rayla Davud qatorliq bizning professor doktorlarimizning ziyorat qilib shular to'g'riliq kitob yozgan mashhur jurnalist ham muxbir. Mana mush qo'llardagi kitoblarni yozib chiqqan. Ama texnik sebeplerden hem o'zi hayajonlanib so'zlayolmay qoldi. Shunday yaxshi tayyorliqlari bordi. Sizlardan suhbat qilgan sizlarga sundigan fikrlari bordi. Yana bundan keyingi suhbatlarimizda bu sizning tajribalaringizni anglaymiz. Hem dünyanın her qaysi joylaridagi milliy mustaqillik yo'lida kurash qilayotgan diplomatiya, siyosiy va iqtisodiyotdan barliq tirishayotgan barliq fidokor xonim qizlarimizning 8 mart xalqaro ayollar bayrami muborak bo'lsin. Her yerde bo'lsak aman bo'laylik, xushvaqt bo'linglar. Hammanglarga rahmat. Yana bir qatimlik suhbatimizni ko'rishaylik. Rahmat. Rahmat. Rahmat.
Hemmimiz yana bir katım görüşelim inşallah. Rahmet. Ekran İnşallah. aldık hanım kızlarıma hemminglar rahmet. Hammanglarga rahmet. Allah'a amanet. Görüşkiçe aman bulaylı. Allah'a emanet. Amanet. Allah'a emanet. Rahmet.